minus 1 taqsim 2n plus 1 bu teng 2. Mana shu ketma-ketlik limit ta'rifidan foydalanib quyidagini isbotlang deb. Ta'rifda nima deyilgan? Ta'rifda ixtiyoriy epsilon musbat son uchun shunday n katta n nomer topilib, quyidagi tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda a soni xn ketma-ketlikda limiti deyiladi. Biz bunda shunday bir n nomer topishimiz kerakki, mana shu tengsizlikni qanotlantirishi kerak. Uning uchun belgilash kiritib olamiz va a soni xn ketma-ketlik limiti deyiladi dedik va mana bu ko'rinishda formulasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xn teng a. Bizda xn nimaga teng? 4n minus 1 taqsim 2n plus 1. A'miz bo'ladi 2 ga. Formula olib qo'yamiz. Xn o'rniga 4n minus 1 taqsim 2n plus 1 minus a'miz 2 ga teng edi, shu kichik epsilon. Bunday mahraj beradigan bo'lsak, 4n minus 1 minus 4n minus 2 taqsim 2n plus 1 kichik epsilon. 4n bilan qisqarib ketadidagi minus 3n taqsim 2n plus 1 ni moduli kichik epsilon. n bu yerda natural son, minus 3 bo'lgan uchun modul bo'lgani uchun 3 ni chiqarib olsak, moduldan 2n plus 1 kichik epsilon bo'ladi. Bu yerda demak n musbat son, buni yozadigan bo'lsak 3 taqsim 2n plus 1 kichik epsilon. Endi o'zini yozsak 2n plus 1 katta 3 taqsim epsilon, 2n katta 3 taqsim epsilon minus 1 n katta 3 taqsim 2 epsilon minus 1 taqsim 2. Ta'rifda shunday n ixtiyoriy epsilon musbat son uchun n epsilonga bog'liq natural son topilib dedik. Mana bu ko'rinishda bo'ldi. Endi katta n'imiz mana shuni butun qismi bo'ladi. Ya'ni mana 3 taqsim 2 epsilon minus 1 taqsim 2. Demak, tengsizlik o'rinli isbotlak tengsizlik n katta n'likdan. Demak, berilgan mana bu ketma-ketlikda n chekisga intilganda limiti 2 ga teng bo'lar ekan.